Chilonzor 5-kvartalda 3 xona, 4 xona qilingan Euro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Asosiy zal mehmonxona qismi. Uyimiz ulучшенный planirovkada, umumiy maydoni 80 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Bu yoqda birinchi ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. O'zini alohida joylashgan sanuzel qismlariga ega. Bu yoqda ikkinchi yotoqxona qismini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz Novoza metroning orqasida joylashgan. Absolutni noldan remont qilingan elektrika santexnik ishlarigacha. Bu yoqda konditsioner qismlarini ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz 2 ga 7 o'lchamdan iborat. Choychib o'tirish uchun stol sharsharodlar qilib qo'yilgan. 4 qavatli domning 3-qavatida joylashgan. Balkoni bilan umumiy 92 kvadrat metrdan iborat bo'lgan bu uyimizning narxi $129,900. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada uy egalari raqamini pastda opisaniyada qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib baraka qursanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.